O'zbekiston Toshkent shahri Jangi Jildizlar komandasi. Наш любимый город Ош! Салам алейкум! Adoni. Balдар, men bir dengeni bilib qoldim. Neni? Zalda to'lqa ayollar men erkaklar ekan. Sen jinnisinmi, Doniyor? Yer degan planetada boshqa jins yo'q. Boshqa jins yo'qmi? Yo'q. Unda bunov ne? Ol jins emas, jinsiy bu. Ballar, senler meni soluşun çağırdın mı? Men senlerden restoranda ıssık tamağımı taşlap kivatam. Sen jindisin ba? Seni birov tamog'ingni jeb qo'ysa shu. Men jindi emasman, qassig'imni o'zim bilan oldim. Buna tupoy ekan-ku. Şimdi restoranda bir qasıq bo'lmaydi, ko'p qasıq bo'ladi. Şunu bildim, bileyim şunu. Şunun için bärini oldim. Aseli maqan aytibsın ba? Voy, yana sendermi? Qalaysizlar, jetimlar? Tolib aka, qayerdan kelyapsiz? Restorandan kelyapmiz-ku. Birov tamoq qilib ketgan ekan, shuni jeb qo'ydim-ku men. Sol meni tamağım edi. Tüm böyle bäri qasig mende bolsa, qalay jeding uni? Uka, biz o'zbekmiz, bu qo'lda jeb qo'yaveramiz. Tolib aka, nega o'ris qiz men chiqdingiz? O'shda qirg'iz qiz top bo'lmay qoldi-ku, bari rus bo'lib ketdi-ku. Tolib aka, siz negizda O'shga samolyotda keldingizmi? Yo'q, nega? Bo'yningizda samolyotning jastig'i-ku. Yo'g'ay, bu samolyot jastig' emas. Biz shashib unitezga teskari o'tiryapmiz-ku. Qalay o'zlaring? Qashtir. Assalomu alaykum. Qadir aka, qalay yaxshizmi? Bir dengeni bilib qo'yinglar. Qadir aka bor qo'y. So'l Qadir akaning qo'li o'ta shirin. Soni bilib qo'yinglar. Sаған tamoq jasab berdimi? Yo'g'ay, kecha bir uchrashganda qo'limga og'zi kirib ketdi. Seriyozga o'ta shirin ekan. Barmog'i shirin bo'lsa tisteb olmadingmi? Sen jindisinmi? Uni barmog'ini tistab olsam, u yarimta barmoq bo'lib qoladi, bulay bo'lib qoladi-ku. Erten do'stlari, Qadir erten 10ga to'yga o'tsa, yo'q, men 9:30da o'taman dedi. O'shir kulbe. Ko'ngli yigitlar senlarga ha higi emas. Higi ha. Negizi mana qalstarda ko'ngli yigitlarda ne жаңалыклар bo'lyapti? Жаңалық бар. Ne? Artvin qurilish kompaniyasining direktori Husayn Bayga kelib qo'shildi. Qalstargami? Qalstarga. Zo'r bo'pti-ku mana. Nega? Mana tamashani tushunmaydiganlar bitta soni ko'payibdi-ku. Bugun negizi zo'sh vatimiz-ku ya. Ne? Ne deysiz? Zo'y deydimi? Mana R'ni aytolmayman. Mana R'ni aytolmasa ekan. R desang R. Şaşma. Küçük desang küçük. Küçük. Mana R'ni aytolmasa ekan. To'xta. Ne? Sen jindisinmi? Küçükde R tamg'asi yo'q-ku. Sol küçükte atır X-ku. Negizi bargı ol hech denge emas. Bu yerda men söyleyotgan so'zlarimizda men o'tirgan odamlar bargı bizni mana ko'ryapsan, kulvatır, tupoy deb o'ylayaptir biz. Seriyoz, negizi biz tupoy emasmiz. Misalda men bargı kecha bir raket o'ylab topdim. Kunga ushadigan raketni. Men yaqinda kunga ushmoqchiman. Sen kunga deysinmi? Ne? Jinda kun issiq bo'ladi, seni kuydirjar edi u. Ammo men tupoy deb o'ylayaptim buni. Menda jinn emasman, menda tunda ushmoqchiman men. Qara, tunda ushasinmi, kunduzi ushasinmi, baribir issiq o. Seni kuydirjar edi u. Bo'pti, lutshi qishda chiqan bo'ldimi? Mana misalda u bo'lmasa menda yana bir cho'tki innovatsiya bor. Qalay innovatsiya? Mana misalda men yaqinda mana tovuq bilan krisani qo'sdim qo'y ikkovini bu. Qo'sdingmi? Qo'sdim. Krisa tuxum beryaptirmi? Yo'q, bari normaliy tovuq tuxum beryaptir. Prosta krisalik qajerga qo'yganini aytadi. Olay bo'lsa, O'shga kelib inkasasiyaning mashinasini PPS deb o'ylab qashib yurgan Jangi Jildizlar komandasi biz ketdik!
tomosha, barimiz maktab kezida juda sho'x bo'lganmiz. Ko'ramiz, jas bala sho'x maktabda. Voy Valentina, идем, kesi. Чего? Меня kesi, sho'ntagim qo'lini tiqshi. Voy nega qo'rqasiz? Что это такое? Ya, 95 nasvoy, nega qo'rqasan? Ulan Tavus ikov qurbu qizdan meyiga. Voy, Zulia! Ne deysan? Voy, pazor bo'ldim. Voy, yigitim barligini yigitim bilib qoldi. Pazor. Men menga qara. Endi kuyovimga ne deysan? Zulia! Ulan Tavus O'shdagi tungi klublardan bir ko'rinish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? O'sha diskotekani meni uyimda ulantami? Voy, gap yo'q ketdi. Aytmaysiz bu uyim muqadda deb to'poyim. Ulan Tavus stomatolog qabuldamasında. Voy, ne bo'ldi? Bitimsizda. Bitimsizda travmatologga bar, men stomatologman. Ne bo'ldi? İşim ağrıp dur. İşin ağrısa xirurgga bar, men stomatologman. Voy, ne bo'ldi? Voy, doktor kechir. Bobik. Askar jigit naryadda yurgan kezida o'zining suygan qizini boshqa yigit bilan ko'rib qolsa qanday bo'lar? Atamaş bir jitimde. O brat to'xtaganda sheliga yoqadi. Shuningda. Adamlar zerikib qoldi-ku. Bir zo'r igra bor, soni o'ynaymiz. Bo'ldim, ha qara. Bu igrani ati shapaloq degan ekan. Asan bari adamlar elga chaqadi, zo'r keldi. Misolda qara, sen keshi ko'chada qizing bilan ketyapsan. Ha, mana do'stlari bilan turibdi-ku. Sen bardingda, mana sen qizingga söyledi. Ey, cho'ng qiz tansiga bo'ladi dedi. Senga yoqmadi u. Sen bir so'zlading, seni oldiga keldi, tars bitib qo'yib yubordi buni. Baldar bilan turibdi-ku. Sen ertesi kuni uyg'onding. Sen kuchlisin. Sen barding uyga. Uyga borsang bir o'zi o'tib, sen do'stlaring bilan bording. Buni uyga bording. Kecha sen meni qizimga söyledingmi deb tars ek turding. Tushundingmi? Sen endi ulkansan-ku. Uyingga kelib seni uyib o'tir. Tushundingmi? To'lasi uy kerak. Javob, ey, men qara, ey, patsan dedik. Tars. 3 turding. Sen do'stlaring bilan kelding-ku. To'poy, kuching yetmaydimi menga? Ha? Chopib borasan. Tars, 4 turasan. Tushundingmi? Sen bu zerkarli bunu oynamaymiz. Ne diyorsun şimdi? Rahmet, hurmatli o'sh eli, eme sizlarga bir dengani aytmoqchimiz. Hozirgi kunda internetdanmi, televizordanmi, chet mamlakatlarda so'g'ishuv, ya'ni tinch emas. Sol uchun bir denge sizlarga emas, bizni Toshkentga, butun O'zbekistonga de chet yoqdan qo'noqlar kelib жатadi. Ol qo'noqlar bir dengani aytib qo'ymoqchiman. Ko'pchilik chiqib, bizni chiqarib tashladi, onday qildi, onday. Legizi ol odamlar o'zini mamlakatidan chiqib kelayotgan joqda qayerga boramiz deganda, O'zbekistonga, Qirg'izistonga yoki bo'lmasa boshqa bir mamlakatlarga boramiz deganda, ular ol miyasida biz tinch yurtga boryapmiz degan narsa miyasida turadi, to'g'rimi? Tinch emasmi? Tinch mamlakatga kelamiz degan narsa ularning miyasida turadi. Sol uchun ne demoqchimiz? Tinchligimizni, bizda ana sonday tinch saqlab turgan, chegarada bizni qo'riqlab turgan O'zbekiston, Qirg'iziston askarlariga o'z rahmatimizni aytmoqchimiz. O'zbekiston. Hurmatli Qirg'iz eli, biz o'zbeklar siz bilan har qachon birgamiz.